ikinci yoki. Video chiqarmaganimga ham ancha bo'libdi. Da, вообще vaqtingiz o'tibdi. Короче, Bugungi videomizda top 3 ta modlar haqida bo'ladi. Chunki meni kanalimda orqa foqib ketibdi-yu. Mana endi normallik. Xo'sh, boya aytganimdek, короче, bugungi videomizda top 3 ta modlar haqida bo'ladi. Chunki meni kanalimda mod haqidagi videolar вообще katta prosmotr olyapti ekan. O'shaning uchun ham bugungi videoni top 3 ta mod videosini qilishga qaror qildim. Video boshlanishidan oldin har doim aytadigan gapim. videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Yo bolalar, bizada birinchi mod bu NPC mod. Bu yerda har xil o'zbek Minecrafterlar bo'ladi o'zi. Bu yerda priroda degan bo'limga kirsanglar, pastga tushirasizlar. Mana Yaysa Mobov degan joyi bor. O'sha yerdan bossanglar, mana har xil NPClar qo'shilgan bo'ladi. Bizda masalan kamlari 12 raqamlar bilan turgan bo'ladi. Ayrimlarini olib ko'rsataman sizlarga mana. Birinchi NPC'mizdan boshlaymiz hozir. NPC 5 ekan bu, uzr. Mana. NPC 1imizda birida NPC 5, Frozen, NPC 19 kim ekan bu bilmayman, tanimayman. Sizlar tanisanglar kommentariyaga yozinglar. Mana bu doktor video o'tganda kerak bo'ladi. Hammani videosida ko'rgan bo'lsanglar kerak bo'ladi. Mana Rayker ham bor, Rayker. Quruvchilar keldi degan videoda o'singlar bo'ladi. Rayker keldi, quruvchi Rayker keldi mana uyimda desa. Bu hamma bilsa Herobrine, bu esa Hacker. Go, endi ikkinchi modga o'tamiz bolalar. Yo bolalar, bizada ikkinchi mod bu shab shubhasiz BMW mashinalari modi. Qani ko'ramiz bu yerda bizada BMW M8 har xil mashinalar bor. Qo'limga olganman. Drive'ni bosamiz, mana yozuv chiqadi. Keyin yo'q, buni bosamiz chiqamiz. Yo'q bo'lay, mana invertorni bosamiz. Invertordan hozir predmet degan bo'limga o'tib oxirga kelamiz. Oxirga kelgandan keyin mana bunaqa joy ключ degan narsa turadi. Ключ ustiga bosib drive'ni urma. Drive'ni bossak startni bosamiz. Keyin qo'lni ochib N1 ni 1 ga o'tkazib ketdik bosamiz. Keyin 2 skoroskga o'tkazib 3 4 ana 1 qilamiz. Bo'ldi, bu ancha tezlashdi. Shunday qilib haydayverasizlar bolalar. Mana shu chotki mod. Mana chiqib qoldim. BMW M8. Bu yerda har xil mashina M2 ketayotgan. M2 bor, X6 bor. Mana shunaqa video mashinalar bor. Videoni to'xtat. Bolalar, bizada 3-mod bu uy jihozlari modi. Uni uyimga qo'yganman, ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ham o'sha modniki. Mana pizzalar, mana ko'rasizlar. Predmet joyga o'tib, mana kelaverasizlar. Mana shuncha mod bor. Keyingi videoda buni qanaqa qilib yuklab olishlarini ko'rsataman. Mana uylarimga qo'yib chiqqanman, ko'rsanglar bo'ladi. Pichinalar, mana televizor, konditsioner, o'tiradigan joylar, soatlar, ana musor tashiydigan joylar. Uyimga tashib oldim mana. Mana televizor, mana bunaqa svetlar, yana o'sha konditsionerlar, yana bu aksessuarlar ham o'shaniki. Mana kompyuterlar ham o'sha modniki, mana ovqat, koferlar, har xil mod, juda zo'r mod. Bu 750 tadan ko'p blok qo'shib beradi. Mana balkonga mana bunaqa narsalar. Ko'p predmet degan joyga o'tib, mana shu yerda tushiraversalar, ammoqalar bor, tualetlar bor. Mana ko'rsataman. Rakvinalar bor. O'tib boradi. Video o'tgan. Xo'p, mana orqada rakvinalar bor. O'tirsa ham bo'ladi bunga. Afsuski rakvinasini suv ishlamaskan, necha maslardan ulashmoqchi bo'lgan mod mana shu edi. Go 4-modga o'tamiz endi.